Go'sht va go'sht mahsulotini sotadigan tadbirkorlar diqqatiga, kimdaki mana shunaqa atmosferniy sotuv rastasini shakllantiraman deyishsa, mana shunaqa shatyorlarimiz sotuvda bor. Ya'ni sizda ham mana shunaqa morozinliklaringiz, xolodilniklaringiz bo'ladi, go'sht, kolbasa, qazilarni saqlab qo'yadigan yoki bo'lmasa mana bunga o'xshagan vitrina ko'rinishdagi go'sht saqlaydigan xolodilniklaringiz bo'ladi. Mana bu eng katta shatyorimizning razmeri 4 metrga 6 metrli shatyor bo'ladi. Mana shundan bitta qo'yib olsangiz, yeriga mahkamlab olsangiz, bemalol mana shunaqa go'shtlarni, assortimentlarni sotuvini yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Endi ko'rib turganlaringdek, mana bu qishin yozin ishlasangiz bo'ladi. Karkazlari zanglamaydigan metalloviy bo'ladi. Atrof chekkasida ikki xil parda bilan bekilgan bo'ladi. Mana ushbu pardalarni xohlasangiz yig'ib qo'yasiz, xohlasangiz demak atrof chekkasini to'sib qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana bunaqa освещенияларni qo'yib olsangiz, o'zingizga ishlashingizga qulay bo'ladi. Zavodskiy освещениялari bo'lmaydi o'zida. Yerdan mana shu noshkasidan mana shu burchagigacha 2 metr bo'ladi. Agar kimda-kim bu bo'ylari kaltalik qilayotgan bo'lsa, mana bunaqa mexanizm qilib uzaytirib olishlari ham mumkin bo'ladi. Mustahkam, hech yoqqa qimirlamay turadi. Ish vaqti tugagandan keyin mana atrof chekkasini yopib qo'yib, bemalol pardalarni topib qo'yib, uyingizga qaytsangiz ham bo'ladi. Chang bo'lib ketmaydi, yomon bo'lib ketmaydi, begona ko'zlardan asraydi.